Namanganlik aka-ukalarimiz diqqatiga men sizlarni ishontirib qo'rqmasdan aytamanki, o'zlaringda yaxshi zo'r master turib, endi uzoq joylay boshlagan shart emas. Sababi Abdug'on akam o'zi rektovka sohasida bo'lib, bizga, ya'ni rektovka vodiyda 2,5 oylik обучениyaga, ya'ni malaka oshirgani kelib, o'z ishlarini, ya'ni Namanganda o'zlaringda boshlayaptilar. Abdug'on aka, qalay taassurotlar aka? Taassurotlar yaxshi. Oldin shunaqa grubiy ishlarga qiynalardi. Sizlardan o'tirgan tajribamni ishga solib, bilimlaringizni ishga solib, shu ishini chiqardim. Bu ishimiz deyarli metodologga aylanib qolgandi. Ko'rishingiz mumkin, o'zingiz baho berib, yaxshi chiqdi. Hozir endi bundan bag'ib, bundan strashni holatdagilarni ham bemalol qilaverasiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. O'sha masalaga aytganimdek, qanamiyatini bo'lishidan qat'iy nazar olib kelib, o'zingiz bir marta ish qilib ko'rsangiz, o'zingiz gapimga isbotini ko'rasiz. Abdug'on aka, qalay endi jamoa haqida aka? Jamoa to'g'risida fikrim yaxshi. Bolalar hammasi ochiq oydin o'rgatishadi. Hech qanaqa sir qilib bekitishmaydi. Hammasi realniy tavsiya qilamiz. Abdug'on aka, Namangandan Marg'ilonga bordingiz, 2,5 oy vaqtingiz universitetda aka. Vaqtingizga achinmaysizmi qalay endi aka? Vaqtimga umuman achinmayman. Sababi, hop, ketgan vaqtimga yarasha o'zimga oladigan bilimni oldim, yetarlicha bilimni oldim. Deyarli shunaqa ishlarga endi qo'rqmasdan ish boshlab ishni qilishim mumkin. Yana bitta savolim aka, rektovka vodiyda bitta plus tomoni, bitta minus tomoni haqida aka. Men lekin faqat plus tomonni ko'rdim, minusini ko'rmadim. Bemalol ko'zingiz to'ldi. Hammaga tavsiya qilamiz. O'sha Atidol deydimi, o'sha 0 dan 100 gacha shunaqa holatdagi ishlarni qiladigan usta bo'ladi. Misol uchun qiziqqan odam bo'lsa, boshlagan ishlaringizni xayrli qilsin aka, omadingizni bersin. Bizga o'sha ketkizgan vaqtingizga, rasxodingizga, hammasiga rozi bo'ling aka. Bizdan ozmi ko'pmi, bergan hunarimizga, o'zimizga rozimiz. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati qina azobannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Akamizni ishini ko'rlaring, qanchalik sifatli qilganlar. Agar sizda ham shunga o'xshagan muammo bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan, cho'chimasdan olib keling. O'sha aytganimda ideal holatda qilib beradilar. Aka, adres tushuntiring endi. Adresimiz Namangan shahar Go'zalda joylashgan. Profillarni atmetka qilib, pastda nomerlarni qoldiraman. Video ko'proq tarqalish uchun videoga like bosib, ko'proq Namanganga tanishlarga jo'natib berasiz.